Nukus qalasında memleketimizin türlü aymaklarından kelgen student jashlarni birleştirgen Do'stlik festivali boshlandi. Bu yillar Samarqand mamlakatlik veterinariya meditsinasi, Chorvachilik hamda biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali tarafidan cho'rkamashtirildi. Bag'darlamamizning dastlabki xabarimiz meni su haqida so'z etadi. Festivalga bir qancha jo'qorg'i o'quv o'rinlari, atab aytadigan bo'lsak, Toshkent Ximiya texnologiya instituti, Yangiyer filiali, Chirchiq mamlakatlik pedagogika universiteti, Qo'qon mamlakatlik universiteti, O'zbekiston mamlakatlik Shahar tillari universiteti ham Toshkent mamlakatlik Shig'iston universiteti delegatsiyalari qatnashdi. Respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan mehmonlar Qoraqalpog'istonning azaliy mehmondo'stlik dasturlari tekarida qizg'in hurmat izzat bilan kutib olindi. 10 o'quv o'rnidan student yoshlar kelib, bizning filialimizda yoshlar bilan birgalikda har turli ruhiy ag'darishlik ilojlar, qolaversa sport charslari bo'lib o'tibdi. Men o'ylayman, studentlar orasidagi do'stlik, qatnashlik bundan bo'lay davom etadi. Qolaversa, meni studentlarimizning kayfiyati, hammasining bir kelgu kayfiyati yaxshi. Festival chemberinde cho'rkamashtirilgan urf-odatlar ham taqamlar ko'rgazmasi festival qatnashuvchilarida o'zgacha ta'sirlar qoldirdi. Asrasi Aral baliqlaridan tayyorlangan 99 turdagi milliy ham zamonaviy taqamlar jinoyatchilarning diqqatini tortib, aymoqning boy madaniyatini ko'rsatib berdi. Eng ahamiyatlisi sonda bizlar bugun 99 turli baliqdan tayyorlangan taqamlar menen ularni kutib oldik ham bu mehmonlarimizni tan qoldirdi. Shuningdek ularda qiziquvchilik qo'yatdi. Bu iloj davomida konsert bag'darlamasi, shuningdek o'quv laboratoriya kanallarimiz bilan studentlarimizga yaratilgan imkoniyatlar bilan mehmonlarimiz kengdan tanishib o'tadi hamda festival shahar kayfiyatda ko'tarinki ruhda o'tuvi rejalashtirilgan bo'lib topiladi. Ilojning rasmiy ochiluvida so'zga chiqqanlar bu festival yoshlarning orasida do'stlik va madaniy balanslarda bekemlovdagi ahamiyati haqida aytib o'tdi. Bayram konsertidagi milliy ham zamonaviy namoq-qo'shiqlar bo'lsa, jinoyatchilarga haqiqiy quvonch bag'ishladi. Festivalning ikkinchi kuni mehmonlar uchun Qoraqalpog'istonning boy tarixi bilan tanishuv bag'darlamasidan boshlandi. Studentlar Xo'jalar rayonidagi ko'p asrlik Mizdaxxon tarixiy arxeologik kompleksida bo'lib, ata-bobolarimizdan qolgan bebaho meroslar bilan yaqindan tanishdi. Gezekdagi manzil yelimizga belgili bo'lgan Savitskiy atidagi Qoraqalpoq mamlakatlik ko'rkam-hunar muzeyi bo'ldi. Muzey fondidagi siyrak uchrasadigan eksponatlar ham belgili Rus avangard ko'rkam-hunar kolleksiyasi yoshlarda ulkan qiziquvchilik uyg'otdi. Bu keng ko'lamli festivalda cho'rkamashtiruvdan tekarg'i maqsad turli aymoqlarda bilim olib o'tirgan yoshlarni birdan-bir ulkan maqsad atrofida birlashtiruv. Ular orasida o'zaro tajriba almashuv ham jamiyatlik bilan birga eslashuv ko'nikib bilan rivojlantiruv bo'lib topiladi. Savitskiy muzeyiga kelib o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Yoshlarimiz o'zlari ko'rmagan, kelmagan, albatta eshitmagan narsalarni bugun o'zlarining quloqlari bilan eshitib, ko'rib, albatta bu yerga yana qaytib kelish va albatta o'zlarining do'stlari bilan do'stlarini yana Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalariga taklif qilish masalalarini o'rtaga qo'ygan. Undan tashqari biz ham oldimizga alohida shior qilib kelganmiz. Shiorning asosiy maqsadi bir do'st ming kitob degan bir shiorni bir ilgari surdik. Bu asosiy masala Yoshlar ittifoqi tomonidan, talabalarimiz tomonidan o'sha ilgari surildi. Har bitta bitiruvchi talabalarimiz, oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalarimiz bugun o'zlarini o'sha o'qigan kitoblarini yoshlarga shu bilim ulashish maqsadida, yoshlarimizni bugun adabiyotga qiziqtirish maqsadida nafaqat bitta tilda, balki rus tili yoki ingliz tili, fransuz, nemis, boshqa tillardagi o'zini adabiyotlariga alohida o'zlarining nomidan qoldirib do'stimga shu mendan sovg'a sifatida, kitob sifatida qoldirib telefonlarini ham yozib qo'yishyapti. Sababi ertaga bir-biri bilan men sizning kitobingizni oldim, sizga katta rahmat, shu kitobni o'qib men ham siz kabi qaysidir oliy ta'lim muassasasida bugungi kunda xalqaro reytingda yuqori bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish uchun o'zim oldimga reja, maqsad qo'yganman degan masalani bir oldiga qo'yib, yoshlarimiz o'sha o'zlarini yurakdan chiqarib bugun o'sha 600 ga yaqin kitoblar bilan biz kelganmiz.